Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyada siz Radio Ruzi. Hazır Washington'dan sözdeyimiz. Cungo Amerika Cumhuriyetçiler Partisi programması Cungo'nu asassız ayıpladı dep tanqid qildi mavzuli xabar. 7 ayının 22 gün Amerika ovozinin Xitoy tili programması e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Cungo Tashqi ishlar Ministerligi Amerika Qo'shma Shtatlari Cumhuriyetçiler Partisining partiya programmasida Cungoni asossiz ayblamasligiga haydakchilik qildi. Amerikada Cumhuriyetçiler Partisi haftaning 1-kuni dushanba mamlakatlik partiya vakillar qurultayida yangi partiya programmasini ma'qulladi. Programmada Cungo, Janubiy Cungo dengizi to'g'risida sapsat egilik huquq sapsatisi o'ttirg'i qo'ydi. Tibetda madaniyat yo'qotish siyosatini ijro qildi, yo'lga qo'ydi deb ko'rsatildi. Cungoning aloqador agentligi Xinhuashi haftaning 4-kuni Tashqi ishlar Ministerligining bayonotchisi Lo Kangning so'zlaridan naql keltirib, Amerikada mayli qaysi partiya guruh bo'lsin, hammasi Cungoning taraqqiyotiga obyektiv, aqliy muomala qilishi kerak. Cungo Amerika munosabatini qo'g'dishi kerak deb ko'rsatdi. Bayonotchi Lo Kang mundaq ko'rsatdi. Aloqador partiya guruhlarining Cungoni asossiz ayblamasligini, Cungoning ichki ishlariga aralashmasligini, Amerika Cungoning o'zaro ishonch va hamkorlikni ilgari surishda ko'proq ish qilishini umid qilamiz deb ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Cumhuriyetçiler Partisi haftaning 1-kuni saylam raqobati partiya programmasi ma'qullab, programmada Cungo Janubiy dengizga egilik huquq sapsatasi o'ttirg'i qo'yib, Cungo fuqarolarining iqtisod masalasiga tikilgan markazlashgan nazarini boshqa tarafga yo'tkazmoqchi bo'ldi. Amerika Cumhuriyetçiler Partisining programmasida yana mundaq ko'rsatildi. Cungo Tibetda va Xinjiangda madaniyat yo'qotish siyosatini yo'lga qo'ydi. Cumhuriyetçiler Partisining programmasida yana mundaq ko'rsatildi. Reagan hukumati mezgilida Tayvan to'g'risida tuzilgan 6 turlik kapolatnomaga amal qilamiz. Ikki taraf o'rtada tuzilgan erkin savdo kelishimiga amal qilamiz. Muvofiq vaqtda Tayvanga harbiy qurol-yarog' sotib berishni qo'llaymiz. Hurmatli vatandoshim, yuqorqi abzasini yana bir o'qib o'tay. Amerika Qo'shma Shtatlari Cumhuriyetçiler Partisi haftaning 1-kuni saylam raqobati partiya programmasi ma'qullab, programmada Cungo Janubiy dengizga egilik huquq sapsatisi o'ttirg'i qo'yib, Cungo fuqarolarining iqtisod masalasiga tikilgan markazlashgan nazarini boshqa tarafga yo'tkazmoqchi bo'ldi. Amerika Cumhuriyetçiler Partisining programmasida yana mundaq ko'rsatildi. Cungo Tibetda va Xinjiangda madaniyat yo'qotish siyosatini yo'lga qo'ydi. Cungo Tibetda va Xinjiangda madaniyat yo'qotish siyosatini yo'lga qo'ydi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Cumhuriyetçiler Partisi haftaning 1-kuni yangi vazifa topshirib olishdan keyin siyosat xarakterlik yoki yurgizgan programma xarakterlik siyosatni o'ttirib qo'ydi. Bu siyosatda Amerika Cumhuriyetçiler Partisining vakillar qurultayi haftaning 1-kuni butun mamlakatlik vakillar qurultayi bu programmani ma'qulladi. Bu programmada Cumhuriyetçiler Partisining programmasida Xitoy yoki Cungo
Tibet'te, Şinjan'da medeniyet yoktu, siyasetini yolga koydu dep görüstildi. Demek bu partiye hakimiyet beşiği kiladigan bolsa mundan keyinki Amerika'nın taşqi siyaseti elbette muşundaq mezmunlar tekrarlanadi ve Amerika taşqi siyaseti muş yöneliş terakki qiladi degan gap. Nima deymiz? Yaşa Amerika.